Assalomu alaykum qadrdonlarim, ko'rib turgan kachilo bilan surini o'zimizda ishtixonga dastavka qilib beryapmiz. Kachilo ham antiqa bo'lgan. Ikkalasini fasollari, guli, rangi hamma narsa bir xil bo'lyapti, xuddi egizaknikidek. Yonidan mana bunaqa detskiy uchadigan variantini ham qilib berganmiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Bemalol katta odamni ham ko'taradi. Bu tomonida 4-5 kishi bemalol maza qilib uchsa bo'ladi. Mana bu tomoniga choy, kofe, telefonlarni qo'yishga podstavkalarni ham qilib berganmiz. Rangi ikkalasi ham qaymoq rangda bo'lyapti. Kachiloning narxi 3 million 100 ming so'm bo'ladi. Dastavka ichida Samarqandning hamma tumanlariga. Chorpiya 270 ga 3,5 metrdan bo'lyapti. Buni narxi 5 million 300 ming so'mga. Bu ham dastavka ichida 6 ta g'ildiraklari bordan bo'lyapti. Xullas, sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta poddershkani qilasizlar, like bilan kommentariy ham ayamaysizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.